Shunday ulug' kechalarga Alloh yetkazdi siz bilan bizlarni. G'animat kechalar, muhtaram azizlar. Bu kechalarda, bu kunlarda hech kimning haqqi yo'q xafa bo'lishlik. Hech kimning haqqi yo'q charchashlik, hech kimning haqqi yo'q norizo bo'lishlikka. Shunday Alloh taolosi bilan bizni Ramazon oylari, bu kechalar, bu kunlarida xursand bo'lishligimizni xohlaydi. Kechagi o'qilgan bir oyatni sizlarga mana 2 daqiqa aytib beraman. Allohning qay darajada siz bilan bizga mehribonligini ko'ramiz. Astag'firu billah. Bitta vav harfi. Quloq solib turing, bitta vav harfi bor. Astag'firu billah wasiqal ladzina ittaqaw robbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum. Mana bu bir oyat. Mu'minlar, musulmonlar jannati bandalarga nozil qilingan oyat. 2-oyat eshiting, xuddi shuni o'zi. Bitta harf yo'q. Bir dona harf yo'q. Tog' bilan osmon bilan yercha ma'noda farqi bor, bir harf. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Oldingisi va futihat edi, vav bor edi. Va ochilindi deyapti Alloh. Bunisida vav yo'q. Futihat abwabuha va qala lahum khazanatuha alam ya'tikum. Alloh taolo siz bilan bizlarni xursand qilishlik uchun, bandam xursand bo'lsin, jannatga kiradigan jannatiy bandalarim xursand bo'lsin deb jannatning eshigini oldiga kelgunimizcha eshigini ochmas ekan. Va futihat degani ulamolar vav degani va ochildi deyapti. Wasiqal ladzina ittaqaw robbahum. Olqish bilan jannatiy kishilarini Alloh taolo to'p qilib jannatga haydaydi. To'p qilib jannatga oburiladi va ochiladi eshigi. Va jannat xazanalari, farishtalar olqishlar bilan salom bo'lsin deb hamma olqish bilan jannatga kirgiziladi. Oddiy bitta bo'lib kirmaydi hech kim. Mana ba'zi bir musobaqalarni ko'rganmiz, qanday olqish bo'ladi? Shunday olqishlar bilan jannatga kirgiziladi va ochiladi deyapti. Odatda bir narsani mehmonga tayyorlab qo'ysangiz, mehmon kelib mehmonni oldida ochsangiz boshqacha bo'ladi, fayz bo'ladi. Alloh taolo bilan biz jannatiylarni jannatni ko'rib keyin ochib ko'rsatar ekan mana. Hech kim tegmagan, hech kim ko'rmagan. Birinchi ko'zimiz tushsin shunga. Bandam xursand bo'lsin. Alloh bilan bizni xursandligimizni xohlar ekan. Bu oy xafa bo'lmasligimiz kerak. Bitta harf bilan bo'lsa ham Alloh jannatni shunday zikrini qilyapti. Ammo do'zaxiy, Allohga norizo bo'lgan, Allohga noshukr bo'lgan bandalarni yana qiynashini qarang. O'sha joyda ham qiynoq ularga. O'sha joyda ham ularga azob va uqubat. Ularni ham to'p qilib do'zaxga olib boriladi. Futihat degani ochib qo'yilgan. Uzoqdan uni azobi uqubat, shovqin-suron azoblari kelib turar ekanda, ochiq turibdi-da endi. Bu azob ustiga azob bu. Hali yetib bormasdan u adoyi tamom bo'ladi deyapti Alloh. Uni shovqin-suron, alangasi, issig'ini, uni nolalarini, baqir-chaqirlarini ko'rib, eshitib, hali kirmasdan turib ular azob ustiga. Shuning uchun uni ochilgan, oldin ochib qo'yilgan. Bitta harf bilan mana. U joyda ham farishtalar olqishchi o'rniga sizlar qanday inson eding, shunday joy tanlading deb azob ustiga azob bo'lar ekan. Muhtaram azizlar, bu oy shunday ulug' oy. Hech bir musulmon odam bu oy xafa bo'lmaslik kerak. Hech bir musulmon odam hayotidan, qiyinchiligidan norizo bo'lmaslik kerak. Bu oy hammamiz xursand bo'ladigan oy. Bu oy rozi bo'ladigan oy. Bu oy shunday bir-birimizni olqishlik bilan kuzatadigan, duo qiladigan oy. Bu oy bir-birimizni shunday xursand qiladigan oy. Hatto Alloh kalomida, Qur'onida siz bilan biz jannatga kiradigan bandalarini shunday xursand bo'lsin deb vav harfini va futihat dedi.
va borgandan keyin ochiladi deyapti. Oldin ochib qo'yilmaydi deyapti. Borib o'zi ko'zi bilan ko'rsin, o'zi ochsin, o'zi birinchi nazari tushsin joyiga deyapti Alloh. Alloh shunday marhamatli zot, muhtaram azizlar.